Assalomu alaykum. Biz bugun mana Litva shahrida Kaunasdamiz. Hozir bu yerda bizlarni bazaga olib kelishdi. Bugungi darsimiz tek-chek bo'yicha dars o'tkazishyapti. Bu yerda katta baza, mana Hegelmanning mashinalari turibdi. Mana shu ofisi bor ekan. Shu yerda o'rganyapmiz darslarni. Hegelman korporatsiya bazasiga keldik. Spitsalni o'qishga olib kelishdi bizlarni bu yerga. Tek-chek qilgani, shu yerda mana mashinalar turibdi, har xil Hegelmanning bazalari. Karbodadan kelgan bolalar mana shu mashinada olib kelishadi. Ichkarida o'tiribdi. Mana bolalarimiz hammaligi ochinglar. Mana Karbodadan kelgan bolalar hammasi shu yerda. Lekin meni ne bekin asli. Mana tek-chekdan darsimiz bo'ladi mana. Bu servis bazasi mana Hegelman bu yerda. Avtobusda turibdi mana. Har xil mashinalar. Hozir shu yerda ana bolalar. Shu Litva Kaunasdan dedi 50 kilometr uzoqda joylashgan ekan, bazasi shu yerga olib keldi. Mana taxograf bo'yicha ham hozir nimalarni o'rgatishadi, обучение bo'ladi mana shu mashinada. Tek-chek o'rgatadi. O'qish davom etyapti. Bugungi darsimiz tek-chek bo'yicha dars bo'lyapti. Mana bu yerda Hegelmanning mashinalar, mana ADR mashinalar bor bu yerda. Bunaqa mashinalar bor mana. Mana bular avtobuslar, mashina to'shadigan. Biz hozir mana bundan sotamiz, chunki bizga mana bunaqa tentovka beriladi. Tek-chek degani, misol uchun mashinani pritsepini almashtiradigan bo'lsangiz, tek-chek qilish kerak ekan. Planshetga tek-chek qilinar ekan. O'sha haqida bizga dars o'rgatishyapti. Tek-chek degani shu har bitta joyini, orqasini, oldini, tepasini, xatida поврежденияsi bormi, yo'q, planshetga tek-chek qilib rasmga solib topshirish kerak ekan. Shu haqida mana dars bo'lyapti. Bolalarga mana ustoz o'tyapti. Mana bizning ustozimiz mana o'rgatyapti.